Salom, hurmatli tomoshabinlar va kanalimning doimiy kuzatuvchilari. Bugun biz barchamizni tashvishga solayotgan, ayniqsa keksa avlod vakillarini bevosita qiziqtiradigan o'ta muhim mavzuni muhokama qilamiz. Men avvalgi videomizda boshlagan mavzuni davom ettiraman, nafaqaxo'rlarga nisbatan qo'llanilishi mumkin bo'lgan ba'zi cheklovlar va taqiqlar haqida. Bu ma'lumot har biringiz uchun hayotiy ahamiyatga ega. Chunki u sizning moddiy ahvolingizga va hatto kelajakdagi rejalaringizga bevosita ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun hoziroq kanalimga obuna bo'ling, videoga like bosing va xabar qoldiring. Chunki har bir yangilanish siz uchun muhim. Aslida nafaqaxo'rlar jamiyatimizning eng himoyaga muhtoj qatlami hisoblanadi. Davlat ularga munosib hayot kechirishlari uchun nafaqa to'laydi. Biroq so'nggi paytlarda qonunchilikka kiritilayotgan o'zgarishlar, ayniqsa moliyaviy nazoratning kuchayishi sababli nafaqaxo'rlarning qo'shimcha daromadlari va bank operatsiyalariga bo'lgan e'tibor sezilarli darajada oshdi. Avvallari ko'pchilik nafaqaxo'rlar o'zlarining nafaqasiga qo'shimcha ravishda turli manbalardan ko'pincha norasmiy yo'llar bilan daromad topishardi. Masalan, kvartirasining bir qismini ijaraga berish, hunarmandchilik bilan shug'ullanish, dehqonchilik mahsulotlarini sotish yoki hattoki o'z oila a'zolariga yordam berish evaziga kichik haq olish kabi amaliyotlar keng tarqalgan edi. Bu daromadlar odatda naqd pulda olinar va davlat tomonidan deyarli nazorat qilinmasdi. Pensionerlar bu pullarni o'z kundalik ehtiyojlari, dori-darmon yoki nevaralari uchun sarflashardi va ularning bu daromadlari nafaqa miqdoriga hech qanday ta'sir ko'rsatmas edi. Shunday qilib, pensionerlar o'zlarini yanada erkin his qilar, qo'shimcha mablag' olish imkoniyatiga ega bo'lar edilar. Bu esa ularga ijtimoiy himoyaning asosiy manbai bo'lgan nafaqasini to'liq saqlab qolish imkonini berardi. Davlat organlari ham bunday mayda norasmiy daromadlarga unchalik e'tibor bermas edi, chunki ularni kuzatish qiyin edi va bu katta resurslarni talab qilar edi. Qolaversa, jamiyatda pensionerlarning moddiy ahvolini yaxshilash maqsadida ularning qo'shimcha daromad topishiga nisbatan tolerant munosabat mavjud edi. Ammo bugungi kunda vaziyat butunlay o'zgardi. Davlat tomonidan iqtisodiyotni raqamlashtirish, soliq bazasini kengaytirish va norasmiy sektorning ulushini kamaytirishga qaratilgan qat'iy siyosat olib borilmoqda. Bank tizimiga tobora ko'proq operatsiyalar raqamli shaklga o'tkazilmoqda va bu barcha moliyaviy oqimlarni kuzatish imkoniyatini oshirmoqda. Endi nafaqaxo'rlarning bank hisobvaraqlariga tushadigan har qanday pul o'tkazmalari, ayniqsa muntazam va katta miqdordagi operatsiyalar ijtimoiy ta'minot organlari, soliq idoralari va banklar o'rtasidagi axborot almashinuvi orqali kuzatuvga olinmoqda. Bu shuni anglatadiki, norasmiy tarzda topilgan daromadlar ham endi yashirin qolmaydi. Katta miqdordagi kesh operatsiyalar, bank o'tkazmalari va hatto ma'lum turdagi mulkdan olinadigan daromadlar endi diqqat markazida. Hukumatning maqsadi nafaqa tizimining adolatliligini ta'minlash, ya'ni haqiqatan ham muhtoj bo'lgan shaxslarga to'liq yordam berish va qo'shimcha rasmiylashtirilmagan daromadlarga ega bo'lganlarning nafaqa miqdorini mos ravishda tartibga solish. Bu nafaqat davlat budjetini to'ldirishga, balki ijtimoiy adolat tamoyillarini mustahkamlashga ham qaratilgan qadamdir. Birinchi qismda umumiy tushunchalarni bergan edim. Bugun esa bu o'zgarishlarning har bir nozik jihatini chuqur tahlil qilamiz va nimalarga e'tibor berishingiz kerakligini tushuntiraman. Endi hurmatli do'stlar, ushbu yangi qoidalarni batafsil ko'rib chiqaylik va kim tashvishlanishi kerak, kimga esa buning ta'siri kamroq bo'lishini aniqlaylik. Asosiy jihat shundan iboratki, davlat endi nafaqaxo'rlarning bank hisobvaraqlariga kelib tushadigan barcha muhim moliyaviy oqimlarni, nafaqat rasmiy ish haqi yoki maoshlarni, balki boshqa turdagi daromadlarni ham nazorat qilmoqda. Bu bank o'tkazmalari, mulk ijarasidan olingan daromadlar va hatto ba'zi hollarda katta miqdordagi pul sovg'alarini ham o'z ichiga olishi mumkin. Bu monitoring tizimi banklar va davlat organlari o'rtasidagi ma'lumot almashinuvi orqali amalga oshiriladi. Ya'ni sizning hisobingizga muntazam ravishda kelib tushadigan har qanday pul tizim tomonidan avtomatik tarzda qayd etiladi va tahlil qilinadi. Bu nafaqat qora iqtisodiyotga qarshi kurashish, balki nafaqa va ijtimoiy to'lovlar tizimining shaffofligini oshirishga qaratilgan harakatdir. Davlat shu orqali har bir fuqaroning real daromadini aniqlash va shu asosda ularga nisbatan ijtimoiy yordamni adolatli taqsimlashni maqsad qilgan. Kim tashvishlanishi kerak? Agar siz nafaqaxo'r bo'la turib
muntazam ravishda va sezilarli miqdorda, lekin norasmiy tarzda qo'shimcha daromad olayotgan bo'lsangiz, demak sizga jiddiy e'tibor qaratish lozim. Bu toifaga quyidagilar kiradi. 1. Mulk ijarasi. Agar siz o'zingizga tegishli bo'lgan kvartira, uyining bir qismini yoki boshqa mol-mulkingizni rasmiy hujjatlarsiz ijaraga berib, muntazam ravishda, ayniqsa bank o'tkazmalari orqali pul olayotgan bo'lsangiz, bu endi muammo tug'dirishi mumkin. Bank o'tkazmalari tizimi bu operatsiyalarni daromad sifatida qabul qilib, uni davlat organlariga avtomatik tarzda yetkazishi mumkin. Bu shuni anglatadiki, sizning nafaqa miqdoringiz qayta ko'rib chiqilishi yoki sizdan qo'shimcha soliq undirishi mumkin. Misol beki, Bobo Akmaljon 2 yoshda. U Toshkent markazidagi kvartirasining bir xonasini talabalarga ijaraga beradi. Har oy talabalar uning bank kartasiga ilkin 1 million so'm o'tkazadilar. Avvallari bu hech qanday muammo tug'dirmas edi. Chunki banklar bunday operatsiyalarga deyarli e'tibor bermas edi. Endi esa bu operatsiyalar muntazam va sezilarli miqdorda bo'lgani sababli bank tizimi va soliq organlari o'rtasidagi axborot almashinuvi tufayli bu daromad Bobo Akmaljonning qo'shimcha daromadi sifatida ro'yxatga olinishi mumkin. Natijada u bu daromaddan soliq to'lashga majbur bo'lishi yoki uning nafaqasi qayta hisoblanishi mumkin. Chunki qonunchilikka ko'ra ma'lum miqdordan ortiq qo'shimcha daromadga ega bo'lgan shaxslarning nafaqasi kamaytirilishi mumkin. Bobo Akmaljon kabi holatlarda agar u ijara shartnomasini rasmiylashtirib, soliqlarni o'z vaqtida to'laganda edi, hech qanday muammo yuzaga kelmas edi. Ammo norasmiy daromad unga hozir jiddiy bosh og'rig'i bo'lishi mumkin. 2. Norasmiy xizmatlar ko'rsatish. Agar siz qo'shimcha xizmatlar, masalan, sartaroshlik, tikuvchilik, o'qituvchilik, repetitorlik yoki boshqa shaxsiy xizmatlarni ko'rsatib, buning evaziga muntazam ravishda, ayniqsa bank kartasi haq olayotgan bo'lsangiz, bu ham yangi qoidalar doirasiga tushishi mumkin. U qo'shnilarga uyda kiyim-kechak to'qish xizmatlari ko'rsatadi va oyga o'rtacha 800 ming so'm topadi. Avvallari bu pullarni naqd pulda olar edi va bu uning shaxsiy kichik siri edi. U nafaqasini to'liq olishda davom etar edi. Endi esa ko'pchilik qo'shnilari unga pulni bank kartasi orqali o'tkazishni afzal ko'rishmoqda. Agar Momo Sayyoraning kartasiga har oyda bir necha marotaba muntazam ravishda, masalan, 1 ming so'mdan pul kelib tursa, bank tizimi bu operatsiyalarni daromad sifatida baholashi va uni soliq organlariga xabar qilishi mumkin. Natijada Momo Sayyoraga o'zini o'zi band qilgan shaxs sifatida ro'yxatdan o'tish yoki bu daromaddan soliq to'lash majburiyati yuklanishi mumkin. Aks holda uning nafaqasi qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Bu Momo Sayyora kabi ko'plab pensionerlar uchun, ayniqsa raqamli texnologiyalardan unchalik xabardor bo'lmaganlar uchun kutilmagan muammo bo'lishi mumkin. 3. Chet eldagi qarindoshlardan keladigan pul o'tkazmalari. Agar chet elda ishlayotgan farzandlaringiz yoki boshqa qarindoshlaringiz sizga muntazam ravishda katta miqdorda pul o'tkazmalarini yuborayotgan bo'lsa, bu ham nazorat ostiga olinishi mumkin. Ayniqsa agar bu pullar sovg'a sifatida rasmiylashtirilgan bo'lsa-da, ularning miqdori juda katta bo'lsa va nafaqangizdan ancha oshib ketsa. Misol Uch Ahmad Bobo 72 yoshda. Chet elda ishlaydigan o'g'li har oy unga 5 million so'm miqdorida pul yuboradi. Bu pul moddiy yordam yoki sovg'a sifatida bank o'tkazmasida ko'rsatilgan. Avvallari bunday o'tkazmalarga davlat organlari aralashmas edi. Biroq bu miqdor Ahmad Boboning nafaqasidan bir necha barobar ko'pligi va muntazam kelib turganligi sababli moliyaviy monitoring xizmati bu operatsiyalarga e'tibor qaratishi mumkin. Agar bu mablag'lar faqat shaxsiy ehtiyojlar uchun emas, balki boshqa maqsadlarda ishlatilayotgan bo'lsa, yoki davlat bu o'tkazmalarni norasmiy daromad deb baholasa, Ahmad Boboning nafaqasiga ta'sir ko'rsatishi mumkin. Ba'zi hollarda bu mablag'lardan soliq to'lash majburiyati ham yuzaga kelishi mumkin. Ayniqsa agar bu pullar pensionerning o'zi tomonidan biznes faoliyatini yuritish uchun ishlatilayotgan bo'lsa, lekin u buni rasmiylashtirmagan bo'lsa, bu holatda sovg'a tushunchasi o'z ahamiyatini yo'qotishi va rasmiylashtirilmagan daromad sifatida baholanishi mumkin. Kim tashvishlanmaslik kerak? Aksincha, agar sizning asosiy daromadingiz faqat davlat tomonidan beriladigan nafaqa bo'lsa va sizda yuqorida aytib o'tilgan turdagi muntazam norasmiy daromad manbalari bo'lmasa, tashvishlanishga hojat yo'q. Faqat nafaqa bilan yashovchilar. Agar siz faqat o'zingizning davlat nafaqangizga tayanib yashasangiz, hech qanday qo'shimcha daromad manbangiz bo'lmasa, siz uchun hech qanday o'zgarish yo'q.
siz nafaqangizni avvalgidek to'liq miqdorda olaverasiz. Misol opaxon Mahfuza 38 yoshda. U faqat o'zining davlat nafaqasi bilan yashaydi. Ba'zida qo'shnisi unga kichik yordam tariqasida masalan 200 ming so'm beradi. Bu bir martalik va tasodifiy harakat. Bu kabi kichik tasodifiy operatsiyalar mutlaqo muammo tug'dirmaydi. Davlat organlari bunday mayda notijoriy operatsiyalarga e'tibor bermaydi. Chunki ular pensionerning asosiy daromad manbai hisoblanmaydi va nafaqa tizimiga ta'sir qilmaydi. 2. Rasmiy deklaratsiya qilingan daromadga ega bo'lganlar. Agar siz pensioner bo'lsangizda rasmiy ravishda ish haqi olasiz yoki o'zingizni o'zi band qilgan shaxs sifatida ro'yxatdan o'tgan bo'lsangiz va barcha daromadlaringizni deklaratsiya qilib, soliqlarni to'lab borsangiz, siz ham xavotirlanishingiz shart emas. Misol, Yusuf bobo 25 yoshda. Uning bog'ida sabzavot yetishtirib, bozorda sotishdan kichik daromadi bor. Avvallari bu daromadlar rasmiy hisoblanmas edi. Biroq hozirgi kunda Yusuf bobo o'zini o'zi band qilgan shaxs sifatida ro'yxatdan o'tib, bu faoliyatdan olinadigan daromadlarni rasmiylashtirgan va belgilangan soliqni to'lab boradi. Shuning uchun uning nafaqasi to'liq saqlanib qoladi va hech qanday muammo yuzaga kelmaydi. Aslida davlat aynan mana shunday faoliyatni rag'batlantirmoqda va ularni rasmiylashtirish uchun qulay sharoitlar yaratmoqda. Yuqoridagi misollar shuni ko'rsatadiki, davlatning maqsadi pensionerlarni qo'shimcha daromaddan butunlay mahrum qilish emas, balki ularning moliyaviy faoliyatini shaffoflashtirish va adolatli soliqqa tortishdan iborat. Bu o'zgarishlar nafaqaxo'rlarga o'z moliyaviy holatlarini qayta ko'rib chiqish va zarur bo'lsa daromadlarini rasmiylashtirish uchun imkoniyat yaratadi. Hurmatli tomoshabinlar, endi ushbu qoidalarning istisnolarini, ba'zi bir e'tibordan chetda qolishi mumkin bo'lgan nuanslarni va amaliy tuzoqlarni muhokama qilamiz. Bu sizga vaziyatni to'liq tushunishga yordam beradi va kutilmagan muammolardan qochishga imkon beradi. Istisnolar bir martalik yirik sovg'alar, agar sizga oilaviy tadbir, to'y, daf maroz, tug'ilgan kun yoki tibbiy muolaja kabi jiddiy hayotiy hodisalar munosabati bilan katta miqdorda pul sovg'asi berilgan bo'lsa, bu odatda muammo tug'dirmaydi. Biroq sharti shuki, bu sovg'aning bir martalik ekanligini tasdiqlovchi hujjatlar, masalan, pul o'tkazmasida sovg'a degan izoh, yozma kelishuv, guvohliklar mavjud bo'lishi va bu kabi operatsiyalar muntazam takrorlanmasligi kerak. Agar sizga har oyda sovg'a sifatida katta pul o'tkazilayotgan bo'lsa, bu muntazam daromad deb baholanishi mumkin. Shuning uchun bunday vaziyatlarda har bir operatsiyaning sababini aniq ko'rsatish va zarur hujjatlarni saqlash juda muhimdir. 2. Rasmiy deklaratsiya qilingan daromadlar. Agar siz pensioner bo'lsangiz ham, rasmiy ish joyida yarim stavkada ishlaysiz yoki o'zingizni o'zi band qilgan shaxs sifatida ro'yxatdan o'tib, qonuniy ravishda daromad topasiz, bular sizga hech qanday muammo tug'dirmaydi. Chunki bu daromadlar rasmiy hisoblanadi, ulardan tegishli soliqlar to'lanadi va ular ijtimoiy ta'minot organlariga ma'lum. Davlat bu kabi faoliyatni rag'batlantiradi, chunki ular norasmiy iqtisodiyotni kamaytirishga yordam beradi va fuqarolarning shaxsiy daromadlarini oshirishga imkon beradi. Bu holatda nafaqa miqdori qonun hujjatlariga muvofiq ish staji va o'rtacha ish haqi hisobga olingan holda belgilanadi. 3. Kichik norasmiy oilaviy operatsiyalar. Oilaviy a'zolar o'rtasida uy-joy, kommunal to'lovlarini bo'lishish. Kichik maishiy yordam uchun pul o'tkazmalar, masalan, navrangizga dori uchun 100 ming so'm berish kabi kichik norasmiy tijoriy bo'lmagan operatsiyalar, agar ular muntazam va katta miqdorda bo'lmasa, odatda nazoratga olinmaydi. Bunday operatsiyalar shaxsiy xarakterga ega bo'lib, ular daromad sifatida qaralmaydi. Ammo bu yerda ham mablag'ning miqdori va muntazamligi muhim rol o'ynaydi. Agar har oyda, masalan, jiyaningizdan muntazam ravishda 2-3 million so'm o'tkazma kelib tursa, bu holatni soliq organlari diqqat bilan o'rganishi mumkin. Amaliy tuzoqlar hujjatlarning yo'qligi katta miqdordagi pulning daromad emas, balki bir martalik sovg'a yoki moddiy yordam ekanligini tasdiqlovchi hujjatlarning yo'qligi eng keng tarqalgan muammolardan biridir. Agar siz bank orqali katta summani qabul qilsangiz va buning sababini aniq isbotlay olmasangiz, bu avtomatik ravishda norasmiy daromad sifatida baholanishi mumkin. Bu ayniqsa pul mablag'lari naqd pulsiz bank kartasi orqali o'tkazilganda juda muhim. Shuning uchun har qanday yirik moliyaviy operatsiyani hatto oila doirasida ham imkon qadar yozma ravishda rasmiylashtirishga harakat qiling. 2. Qonunchilikni bilmaslik. Ko'pchilik pensionerlar eski qoidalar hali ham
amal qilishiga ishonib, yangi qonunlarga e'tibor bermasliklari mumkin. Bu esa kutilmagan jarimalar yoki nafaqaning kamaytirilishiga olib kelishi mumkin. Qonunchilik doimiy ravishda o'zgarib borayotganini va bu o'zgarishlarni kuzatib borish muhimligini tushunish zarur. Ba'zida 1 yil oldin ruxsat etilgan narsa bugun taqiqlangan bo'lishi mumkin. Davlat o'z navbatida fuqarolarni yangi qoidalar haqida xabardor qilishga intiladi. Ammo har doim ham barcha ma'lumotlar pensionerlargacha yetib bormasligi mumkin. O'tu norasmiy maslahatlarga ishonish, qo'shnilarning, tanishlarning men shunday qilaman, hech narsa bo'lmaydi kabi maslahatlarga ishonish xavflidir. Har bir shaxsning moliyaviy holati va vaziyati har xil bo'ladi. Har doim rasmiy manbalarga murojaat qilish va mutaxassislardan maslahat olish afzaldir. Internetdagi ishonchsiz manbalardan olingan ma'lumotlar ham noto'g'ri bo'lishi mumkin va sizni noto'g'ri yo'lga boshlashi mumkin. 4. Raqamli bo'shliq. Keksa yoshdagi odamlar orasida raqamli texnologiyalardan foydalanish ko'nikmalari yetishmasligi muammo tug'dirishi mumkin. O'zini o'zi band qilgan shaxs sifatida onlayn ro'yxatdan o'tish, elektron soliq deklaratsiyasini to'ldirish yoki bank ilovalaridan foydalanish ular uchun murakkab bo'lishi mumkin. Bu esa ularning daromadlarini rasmiylashtirishda yoki nazorat organlari bilan muloqot qilishda qiyinchiliklar tug'diradi. Ba'zan bu muammolar tufayli pensionerlar o'zlarining qonuniy huquqlaridan foydalana olmaydilar yoki kutilmagan jarimalarga duch keladilar. Noaniq nuanslar. Biri katta yoki muntazam daromad chegarasi. Katta yoki muntazam deb hisoblanadigan daromadning aniq miqdori yoki chastotasi har doim ham ochiq manbalarda aniq ko'rsatilmagan. Ko'pincha bu pensionerning o'rtacha nafaqasi miqdoriga nisbatan yillik umumiy summalarga qarab belgilanadi. Masalan, agar o'rtacha oylik nafaqa 1 million so'm bo'lsa va siz har oyda 1 million so'm qo'shimcha daromad olsangiz, bu sezilarli daromad hisoblanadi. Agar 200 ming so'm bo'lsa, ehtimol unchalik emas. Bu holatlarni davlat organlari o'ziga me'yorlarga asosan baholashlari mumkin. 2. Davlatning proaktiv yondashuvi. Davlat shikoyatlarni kutib o'tirmasdan ma'lumotlar tahlili va banklardan olingan avtomatik ma'lumotlar asosida mustaqil ravishda tekshiruvlar o'tkazishi mumkin. Bu shuni anglatadiki, sizning daromadlaringiz haqidagi ma'lumotlar avtomatik tizimlar orqali aniqlanadi, hatto hech kim shikoyat qilmagan taqdirda ham. Bank siri. Ijtimoiy ta'minot va soliqqa tortish masalalarida bank siri endi mutlaqo himoyalanmaydi. Davlat organlari tegishli asoslar mavjud bo'lsa, pensionerlarning bank hisob varaqlaridagi operatsiyalar haqida ma'lumot olish huquqiga ega. 4. Kichik, ammo doimiy daromadlar, hatto har oyda keladigan kichik miqdordagi daromadlar ham yil davomida yig'ilib jiddiy summani tashkil etishi mumkin va bu ham nazoratga olinishi mumkin. Masalan, har oyda 300 ming so'mdan bir yilda 3006 million so'm bo'ladi. Bu ham sezilarli miqdor hisoblanadi. 5. Qonuniy maqsad qonunlar asosan norasmiy tijorat faoliyatiga qaratilgan. Ya'ni agar siz daromadni biznes faoliyatidan olayotgan bo'lsangiz, lekin uni rasmiylashtirmagan bo'lsangiz, bu har qanday qo'shimcha daromad taqiqlangan degani emas, balki uni qonuniy asosda olish va rasmiylashtirish kerakligini anglatadi. Masalan, agar siz farzandingizdan moddiy yordam olsangiz, bu norasmiy tijorat faoliyati emas. Lekin agar siz muntazam ravishda bir xil shaxslarga pullik xizmat ko'rsatib, pul olsangiz, bu tijorat faoliyati sifatida baholanishi mumkin. Shu sababli har bir vaziyat individual ravishda ko'rib chiqilishi kerak. Hurmatli tomoshabinlar, ushbu murakkabliklarni tushungan holda endi amaliy maslahatlarga o'tamiz. Nimalar qilishingiz kerakligini aniq va tushunarli qilib aytaman. Axborotni o'rganish va vahima qilmaslik birinchi va eng muhim qadam. Vahima qilmaslik. Bu yangiliklarni eshitib, birdaniga har narsadan voz kechish yoki qo'rquvga tushish kerak emas. Avvalo vaziyatni xotirjam baholang. Sizning moliyaviy faoliyatingiz qanchalik darajada yangi qoidalarga mos kelmaydi. Internetda, yangiliklarda yoki tanishlaringizdan eshitgan har bir ma'lumotga ishonmang. Ma'lumotni to'g'ridan-to'g'ri rasmiy manbalardan oling. Buning uchun O'zbekiston Respublikasi Pensiya jamg'armasi veb-saytini muntazam kuzatib boring. Joylardagi ijtimoiy himoya agentligi bo'limlariga murojaat qiling. Ularda sizni qiziqtirgan savollarga to'g'ri va ishonchli javoblar beriladi. Siz shuningdek, soliq idoralarining maxsus xizmatlariga ham murojaat qilishingiz mumkin. Ba'zi viloyatlarda pensionerlar uchun maxsus maslahat markazlari ham ochilgan bo'lishi mumkin. 2. Daromadlarni rasmiylashtirish.
Agar sizda muntazam qo'shimcha daromad manbalari bo'lsa, ularni qonuniylashtirish haqida o'ylashingiz shart. Bu kutilmagan muammolardan qochishning eng yaxshi yo'li. O'zini o'zi band qilish. Ko'plab pensionerlar uchun eng qulay va sodda variant o'zini o'zi band qilgan shaxs sifatida ro'yxatdan o'tishdir. Bu tizim o'qituvchilik, hunarmandchilik, kichik ta'mirlash xizmatlari, enagalik va uy xizmatlari kabi taksirdan ortiq faoliyat turlarini qamrab oladi. Ro'yxatdan o'tish jarayoni juda oddiy. Siz buni soliq organlarining soliq mobil ilovasi orqali yoki davlat xizmatlari markazlarida amalga oshirishingiz mumkin. Bu status sizga rasmiy daromad topish imkonini beradi va shu bilan birga juda past soliq stavkalari bilan ishlaydi. Masalan, siz bir marta minimal miqdorda ijtimoiy soliq to'lab, butun yil davomida belgilangan faoliyat turingiz bo'yicha bemalol ishlay olasiz. Bu nafaqat sizni qonunbuzarlikdan himoya qiladi, balki kelajakda pensiya miqdorini hisoblashdan hisobga olinishi mumkin. Yakka tartibdagi tadbirkor YT sifatida ro'yxatdan o'tish. Agar sizning faoliyatingiz o'zi band qilgan shaxs doirasidan tashqariga chiqsa yoki ancha yirik miqyosda bo'lsa, yakka tartibdagi tadbirkor sifatida ro'yxatdan o'tish variantini ko'rib chiqishingiz mumkin. Bu biroz murakkabroq bo'lishi mumkin. Ammo agar sizning daromadlaringiz sezilarli bo'lsa va siz jiddiyroq biznes yuritayotgan bo'lsangiz, bu eng to'g'ri yo'l. Ijara daromadlarini rasmiylashtirish. Agar siz kvartira yoki boshqa mol mulkingizni ijaraga berayotgan bo'lsangiz, ijara shartnomasini notarial tasdiqlatib, uni soliq organlarida ro'yxatdan o'tkazishingiz shart. Bu sizni ham, ijarachini ham huquqiy jihatdan himoya qiladi va sizning daromadingiz qonuniy hisoblanadi. Bu usul ayniqsa muntazam va yuqori daromad oladiganlar uchun muhim. Uch hujjatlashtirishni unutmaslik. Katta miqdordagi pul o'tkazmalari yoki bir martalik sovg'alar uchun har doim hujjatli dalillar bilan saqlab qo'ying. Agar sizga chet eldan farzandingiz katta miqdorda pul jo'natgan bo'lsa, bank operatsiyasi izohida farzandidan moddiy yordam, ota-onasiga sovg'a kabi izohlarni yozdirishni so'rang. Agar bu moddiy yordam bo'lsa, hatto oila doirasida ham yozma kelishuv tuzish yoki pulning maqsadi to'g'risida qisqa yozma bayonotga ega bo'lish ortiqcha bo'lmaydi. Bu kelajakda soliq yoki ijtimoiy ta'minot organlaridan savollar tug'ilganda sizning qonuniy haqqingizni himoya qilishga yordam beradi. Mutaxassislar bilan maslahatlashish. Agar siz yuqoridagi qoidalarga qaysi toifaga kirishingizni yoki qanday harakat qilishni aniq bilmasangiz, shaxsiy maslahat olish uchun mahalliy pensiya jamg'armasi bo'limiga yoki ijtimoiy himoya agentligi vakillariga murojaat qiling. Ular sizning shaxsiy vaziyatingizni o'rganib chiqib, eng to'g'ri va batafsil tavsiyalarni beradilar. Esimizda tutish kerakki, har bir holat individual bo'lishi mumkin va umumiy qoidalar barcha vaziyatlarga bir xil qo'llanilmasligi mumkin. Shuning uchun shaxsiy maslahat olish juda muhimdir. Sizning hududingizdagi ijtimoiy himoya agentligining ishonch telefonlari yoki qabul kunlari haqida ma'lumotni rasmiy veb-saytlardan topishingiz mumkin. 5. Bank bilan muloqot. O'z banklaringizning tranzaksiyalarni monitoring qilish siyosati va qoidalari bilan tanishib chiqing. Ba'zi banklar o'z mijozlariga moliyaviy monitoring haqida batafsil ma'lumot beradi. Shuningdek, pensiya kartangizni shaxsiy operatsiyalar uchun, masalan, kichik do'stlaringizga pul o'tkazmalari uchun foydalanmaslikka harakat qiling. Imkon bo'lsa, pensiya kartangizni faqat nafaqa olish va kundalik xaridlar uchun ishlatib, qo'shimcha daromadlar uchun alohida karta ochish haqida o'ylab ko'ring. Bu sizning moliyaviy oqimlaringizni tartibli saqlashga yordam beradi va tushunmovchiliklarni kamaytiradi. Aziz do'stlar, bu videomiz siz uchun foydali bo'ldi degan umiddaman. Yangi qoidalar ba'zi noqulayliklar tug'dirishi mumkin, ammo ularga tayyor bo'lish va qonun doirasida harakat qilish har doim eng yaxshi yechimdir. Sizni kutilmagan muammolardan himoya qilish, moliyaviy barqarorligingizni saqlash va davlat bilan munosabatlaringizni shaffof qilish uchun harakat qiling. Bugungi kunda davlat iqtisodiyotni tartibga solishga va barcha daromadlarni hisobga olishga intilmoqda. Bu jarayonning bir qismi sifatida har bir fuqaro, jumladan pensionerlar ham o'z moliyaviy operatsiyalarini shaffof qilishlari muhimdir. O'z fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Bu juda muhim. Sizning savollaringiz, tajribalaringiz yoki bu mavzu bo'yicha qo'shimcha ma'lumotlaringiz boshqalar uchun ham foydali bo'lishi mumkin. Bu videoga like bosing va kanalimga obuna bo'lishni unutmang, chunki oldinda sizni yana ko'plab muhim va foydali ma'lumotlar kutmoqda. Sog' bo'ling va o'zingizni asrang.